550 baraka. Olib qolsangiz olib qoldingiz. Bo'lmasam telefon sotilmaydi. Yo, olib qolishga kelganman. Unaqa muomala qilmasangiz yaxshi bo'lardi. Ismingiz nima o'zi? Tanishib olaylik. U yaqinroqdan. Siz bilan qiziqmang. Nima degan? Siz telefonni sotib olgani kelgansiz. Men siz bilan ish bo'yicha gaplashaman. U yog'idan ishingiz bo'lmasa. Hop, yigitingiz bormi? Ha, bor. Nima edi? Yigitingizni o'rnida men bo'lib qolsamchi? Yo'q, bo'la olmaysiz. Siz Nimaga? aqlingizga emas. Nima deganingiz? Aqlingizga emas. Nima deganingiz? Aqlingizga emas. Nima qanaqa komfortli qilib bergan Hamma sizga? narsa qilib bergan. Nima misol uchun? Misol eng zo'rini ayting. Eng zo'ri mashina olib berganlar. Mashina? Nima mashina? Malibu 2. Malibu 2. Malibu 2 man bor. 100 nomeri LLL. BMW parkovkada BMW turibdi. Qo'ysangizchi, fir qurmasdan. Iltimos, unaqalarni ko'pini ko'rganmiz. Yo, hop, shunaqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, birga ketamizmi? Yo'q, keta olmaymiz. Siz bilan keyin gaplashamiz, bo'ladimi? Gaplasha olmaymiz. Bo'ldi, pulini gaplashaylik unda. O'zi bo'ylaringizdan kichkina ekan, menga takoy, bo'ylari balandroq, yo'q. 550 ga olib qoldingizmi? $300 beryapman. Fir qilayotganingiz uchun $400 bo'ladimi? Hali unaqa hech kim bilan gaplashmaganman lekin. O'zi ismingiz nima edi? Ishingiz bo'lmasa. Ismingizni ayting. Ishingiz bo'lmasa. Telefonni olib qoling. Sodiq ekansiz-da. Shunaqa. Ismingizni Sodiq deb qo'ying. Zo'r. Keyingi safar. $400 bo'ladimi? 550. Ha, qarang, siz bilan unaqa talashib o'tirgim kelmayapti. Men sizga aytdim, oladigan bo'lsangiz olib keting. Bo'lmasam telefon sotilmaydi. Hop, misol BMW, Malibu'ni qiziqtirmayaptimi sizni? Qiziqmas. Endi sal kelishtirib bermasangiz bo'lmaydi. Ko'ryapman, normalniy telefoningiz yaxshi holatda. Maksimum 500 qilib beraman. 500 qimmatroq deb, nech pul sotaman keyin men? U yog'ini o'zingiz ishingiz, hech bo'lsa. Shu so'ragansiz-a? Bozorda yigitingizdan o'rgangansiz? Bozorda kartoshka sotdingizlarmi navoda? Yo'q, sotmaymiz. Savdalashib. Odam sotamiz. Odam savdosi. Rostdan? Hech shapaloq yeganmisiz? Siz baklashkaga o'tirganmisiz? Voy, unaqa gaplashib tashamang. Bo'ldi, $500 oldim. Menga lishniy razgovor kerak emas qiz bola tomonlama. Bo'ldi, 500 ga baraka. Prosta qiz bola ekan, sizga gaplashilmadi unaqa. Neto? Hop, $500 ga baraka bo'ldi. Xudo xolisa, kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, bizning nomerlarga aloqa qilsanglar bo'ladi. Lekin ichidagi narsalarni o'chirib bering. To'g'risini aytaman, mazingizni qochirmoqchi edim. Masamni qochirish sizni boshingizga emas. Kimni boshiga? Yigitingizni boshigami? Uncha-bunchasini boshiga emas. Bo'ldi, uncha-bunchasini emas, yigitingizni boshiga ekan. Shunaqa. Bo'ldi, $500 beraman. Telefon ichidagi narsalarni o'chirib bersangiz, pulni sanab ketaman. Hozir aka, to'g'risini aytsam, sharoit sal qiyinroq. Oyim masalari yo'q. Ozgina pullik problemaga kirib qolganman. Ko'p narsalarimni sotvordim. Yani kim qanaqa tushunadi, nima deb o'ylaydi, babshin farqi yo'q. Endi oddiy odamlardan ancha farqingiz bor-ku, aka. Shuncha mashinalar, nomerlar. Endi piarda qilganmiz, kimdirlar yomon ko'rib qo'ygan, kimdirlar muhokama qilish uchun qilganmiz, lekin hozirgi sharoitga juda nima, pul topishim kerak. Hop, nech pul bo'lsa beraverasiz, aka? $700 bo'ladimi? Endi vaziyatingizdan kelib chiqib mumkin aka, hozir chunki oyim davolatishim kerak, uyda sharoit sal qiyinroq aka. Sal kelishtirib bering, aka. Endi men endi bunaqa demoqchi bo'lganim, rol o'ynayotgan bo'lishingiz mumkin. Endi aktyorlar bilasiz-ku, aka, noto'g'ri tushunmang. Odamlar bilaman, meni juda qimmat joylarda ko'rgan, qimmat obrazda ko'rgan, lekin hozir sharoitim to'g'risini aytsam, ijoddan pul topmayapman unaqa. O'shanga shu kameralarim, hamma narsalarimni sotganman. Hozir pul topishim kerak, oilaga qarashim kerak, bir boshqa yo'nalishda ijod qilishim kerak. Kino olmayapman, serial olmayapman. Siz mana syomka qilyapsiz, to'g'rimi? Siz syomka qilib qo'yasiz, har doim ko'raman. Shuni hisobidan 1-2 so'm qo'shing, aytadi. Hop, nech pul qilib beray, aka, bo'ladigan. Mayli, hurmatingiz bor. Shuncha kinolar yozgansiz, aka, seriallar yozgansiz. Ahilda 50 ga o'tib beraman aka. Nech pul? 50 ga o'tib 800 mi? Ya 850 da. Aka, men bunaqa qilaylik, men unda bitta gapni $750 beraman 1 terabaytligi uchun. Hali hech kim bunaqa narx bermaydi sizga. Bermagan ham men sizga beraman. $750 berdim aka. Men rostini aytaman, video uchun yoki kimdirlar uchun gapirgan gaplarim bo'lgan va lekin hozir mana nechta o'zim 10-20 ta o'rtoqlarim ham вообще hech kimdan pul chiqmayapti. Hozir pul topishim kerak. Bo'lsa berib turing menga qaytaga. Reklamalarni qilib bering. $750 bo'lsa, aka, bering, xudo xolisa barakasini bersin, aka. Bunaqa narx hech kim bermaydi. Menga hozir zarar ishlatishga bir oddiyroq telefon qilib berasizmi, o'zi bor? Qilamiz, aka, naqdga, variantga. Sotish ham bormi sizlarga? Bor.
Variantga emas, bir oddiyroq biror telefon qilib bering. Bo'ldi, mana. 750 ga rozimisiz? Lekin arzonroq telefon olib berasiz. 200 Bo'ldi. dollar telefon 300 dollarga o'tkazmaysiz. Gap yo'q. Narxi yaxshimi o'zi? Cho'tki yo'q, Ko'chada hammasi. uni arzon ko'rmayman, ha? Yo'q. Ishonsangiz bo'ladi. Rozimisiz? Ko'rib boraman endi, shu uchun endi topdim sizlarni, bolalar baribir nima deydi? Instagramda shunchalik anaqa qilyapti baribir ijodkorlar blog. Qani, rozimi aka? Gap yo'q. Mana aka. Bo'ldi. Xudo xohlasa kim shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, bizning nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Yoki ichidagi narsalaringizni unda telefon olganingizdan keyin anaqa qilamiz, o'tkazib yuboramiz. 1 terabayt lekin. Bo'ldi. Yoki xatkasi bersalar ham. Bo'ldi. Pulini hozir o'shatib beraveraman, do'konning boqsa. Bo'ldi. Bo'lardi. Sangachi bog'dirib turib urishaman ukam xolasang. Rostdan? Ha. Siz yaxshi bo'lardi. Qo'limni chiqarib yuborma uka. To'ydan keyin menga sovg'a qilish o'zi kerak emas-da menga bular. Ha, bu BU telefonlar, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Holatlarni ko'ryapman, achinarli holatlarda. Qana achirlanadi, nima deyapsan? Mana u 100 yomchisi. Hop, 100 bo'lsa ham endi yerga ishqalaganni farqi bo'ladi, yo'q, to'g'rimi? Qana yerga ishqalagan, qo'lda turganmi? Ikkalasiga 1000 dollardan 2000 dollar beraman. Kirib odamga o'xshatyapsan, yerga ishqalagan deysan. Yo'q, 2000 dollar beraman, aka. Agar bersangiz shunaqa Bittasigami? ikkalasiga. Bittasigami? Ikkalasiga. Yo'q, ukam 3000 bo'ladi, uka. 1,5 mingdan. 3000? Ha. Ha, yengiz shunaqa-yu, sizlarning shunaqa mahoratlilar bor. Yangisi uka. Yo, bu-ku aka bu. Bu bo'lgani bilan yangi holati вообще ideal uka. Sal kelishtirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Endi ukam olsang mana shu narxga beraman ukam. Hech Instagramda bo'lmadi. normal narxlarga olasan. O'shancha narsa biz senga aytamiz. Olamiz aka, endi sal kelishtirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Qo'limni chiqarib yuborma ukam. O'shani kelishtirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Kelishtirib beramiz ukam. Hatto men sportsmenman aka. Ha. Ustingizga chiqib bo'g'ib qo'ymasinlar, shunaqa pul bersangiz yaxshi bo'lardi. Sangachi bog'dirib turib urishaman ukam xolasang. Rostdan? Ha. Bo'ldi. Sodadan keyin gaplashamiz aka. Bo'ladi ukam. Qochirib o'rmasam bo'ldi ish qilib. Yugurasan ukam. Bo'ldi, kelishtirib bering ozgincha. 1200 dollardan bo'ladimi? Ukam, prosta sen jinni qo'shgin, uka beraman. Mana 1200 dan 2400 qo'yman. Bu holatiga qarab. 1,5 mingdan 3000 hisoblab qo'yganman. Endi bu yesim-ku, menmi sim kartali. To'g'ri, oq endi sal skromniyroq, menmi rangini o'zingiz bilasiz. Biraz aytaman, ukam 17 ni 3 ta rangidan ishlatib bo'ldim o'sha. Aha. Zerikdim, to'g'risi. Hop. Allohga shukr. Yangi yana sovg'a qilishdi boydan Hop. keyin. Prosta bularni berib yuborsam, yangilarni otib ishlataman uka. Aha. Menga ham pul zararli uka. Boshqa Bo'ldi. katta narsa olaman. Men sizni tushundim aka. Hop, 1300 dan olaman, bitta sharti bor. Ha. Men endi yaxshi tromka qilaman-da. Ha. 3 minut, 5 minut qilmayman. 10 minutdan 5 ta raund turishamizni 1300 dan berdim. 10 minutda nechta raund turishamiz? 5 ta raund. Charchab qolmasangiz bo'ldi. 1 minut bo'lmasdan qochib ketsin-chi. Endi aka, 10 minut ichida bersangiz bo'ldi. Voy 10 minutga bormaysan uka. Rozimisiz? Keyin gaplashamiz uni. Bizni amalda destida ko'rsatamiz. 1,5 mingdan 3000 berasan, qarochi 1 minut senga yetadi qarochi. Yo'q, 1300 dan 2600 berdim. Bersiz bo'ldi, maydalashmay yoki shuncha chiqardimmi? Berdim uka. Uzib olayman endi uka. Rozimisiz? Roziman aka. Bo'ldi. Hop, zalga boraman, gaplashamiz yo'g'im. Zalni nima qilasan? Mana shu ko'rib olaveramiz uka. Bo'ldi, gap yo'q. Sirazi. Xudo xohlasa kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, bizning nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ichidagi narsalarni o'chirib cho'tka qilib bersangiz, pulingiz sanagunimcha yo'q qolmay aka yana. Ukajonim.